Assalomu alaykum hamma vatandoshlarimiz. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonlarimiz Urganch shahrimizda Bolida rayonida hurmatli bir qavatli 150 kvadrat metr bo'lgan xonadonlarimiz bilan tanishib o'tamiz. Shifokobka holatida ekan bir oboy ekanmisizlar. Dokument ham 100% tayyor. Garajli, balkonli variant ko'rib turasizlar. Durar ham bor, barter ham bor, xalosa nalichi bo'lamizlar. Dokumentidan muammosi yo'q. Durar desangiz ham kelib ustida oyini, vaqtini kelishib, savdolashib olaverasizlar hurmatli onalar. Nalichi pul bo'lsa kelishiladi azizlar. Durar bo'lsa shu bahada beriladi. Qaytib berilmaydi. Ko'rib turgansizlar, hovli joylarimiz ko'p. Kimdir to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaversa, mulkiyatini yonidan olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib, kelishib olasizlar hurmatli onalar. Birinchi uglovidan boshlaymiz. Yana ko'rib turgansizlar, variantlar ko'p. Bu yerda hurmatli onalar 10-13 dana hovli joyimiz bor. Xohlasangiz kelib savdolashib olishingiz mumkin. Birinchi garajdan boshlaymiz. Mashin qo'yadigan mestalari baldinda ko'rib turgansizlar, ko'chalar ham polni, toshlar tashalgan, media kanalizatsiya chiqqan, elde stechka bo'lgan garajimiz, balkon ham bor. Girish eshiklari, darvozalar ajoyib sifatli xillardan qurilgan. Birinchi uglovini ko'rsatamiz. Hurmatli do'stlar, bu uglovimizni bilasizlar, afzallik tarafi hamma oynasi ko'chaga qaragan bo'ladi. Azizlar, shu ham e'tibor qilasizlar. Ko'chaga qaragan bo'ladi. Qolganligi o'rtadagi xonaniki ichan tarafi, ya'ni dalana qaram bor. Bu yerda svech chechishini shita ko'rib turgansizlar. Garajimiz yine razmer 3.6 razmerda, divorlar suvoqdan chiqib turibdi, patologlar plastik qilingan, elektromontajlari pulni hamma joyda taq bo'lib turibdi. Hozir girib yoshidan statsiyada bir oboy ekamiz. Bu yerda meni profil registrlari bor. Akkuratlik qilib qo'ydilar xonadonimizni. Bu yerda yomg'ir yog'ganda suv yetadigan yerlar ham bor. Hiç bir kemiz joyi yo'q. Xonadonimizda so'qillar ham ko'rib turgansizlar, 5 qator urilgan, pishgan karishdi. Bismillah deb ichki qismi bilan tanishib boshim kelgandan prixожий местasi. Prixожga qo'ysangiz bo'ladi. Bu o'ng tarafimizda bu yerda elektrika avtomatlari, dolonimiz ham keng tushgan. Chap tarafimizda esa kafellar qilingan, rakovinalar местasi, qo'yib beriladi rakovinalar, kanalizatsiya, suv to'shiqlari, bu yerda podval ham ega. Ajoyib xonadon, 150 kvadrat metrda joylashgan. Hurmatli obunachilar, ham garaj ham bor. Mashina uchun berimiz 3.10, uzinasi 10 metrlar bor. Hurmatli obunachilar, oyoq teglari pol, profil registrlari bor. Divorlar shpakulibkadan chiqqan, baland etib solingan. Ko'rib turganingizdek, patologlar ham gipsokarbondan figura qilganlar. Joyimizda dokumentidan muammosi yo'q azizlar. Ajoyib mestada joylashgan. Zo'r mesta. Bolida tarafda hurmatli obunachilar, bir qavatli hovli joylarimiz 150 kvadrat metr. Telefon qilsangizlar, mulk egasining nomeridan beramiz. Xohlasangiz o'zlari bilan ushlashtirib, gaplashtirib, so'rashtiramiz. Hurmatli vatandoshlar, bu tarafimiz zal qismi bo'ladi. Zalini ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli vatandoshlar, zalimiz 3.6 metr razmerda, shu garajimizning usti, bu yerda profil registrlar, elektromontajlar bo'lgan, shpakulibkadan chiqib turibdi. Fotolarimiz ham figura qilingan. Balkonda ko'rsatib o'tsak, yashagan balkon ham pol bo'lib turibdi. Rullar o'rnatilgan, yonidan gazlar kelib turibdi. Gaz va suvlardan ham muammosi yo'q vatandoshlar. Hech bir narsasidan dokumenti tayyor turibdi. Xohlasangiz nalichi kelishsangiz, to'g'ri notar xabarlardan. Hurmatli vatandoshlar, bu tarafimizning spalni qismi bo'ladi. Yeni 3.10, uzinasi 3.70 lar bor. Divorlar patologlar shpakulibkadan chiqqan. Hurmatli vatandoshlar, tarafimiz esa oshxonamizning, bu yerda fartuqlar qilingan, ya'ni fartuqlar uchun shpakulibka urilmagan, gaz to'shkalari ham, suv kanalizatsiya to'shkalari ham bor. Oshxonamizda bu o'rtacha kattalikda oyoq teglari pol bo'lgan. Eshiklari MDF eshikladan bu 3-xonamiz, ya'ni kattalar uchun spalni joyi. Bir 4 metr uzunligi. Azizlar, 4 metr uzunligida podvallarga ega. Aynasi ko'cha tarafi, orqa tarafga qaraydi. Bu yerda ozgina bir местasi bor, meyda shunda qo'yish uchun месталар bor. 150 kvadrat metr. Kimdir to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaversa, azizlar, mulkiyatini yonidan olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib olasizlar. Bu yerda hamma joyga qo'yib beradilar. Aliston, vanna, unitaz, rakovina hammasini qo'yib beradi. Demokratyorlar o'rnatilgan, ko'rib turgansizlar, gazda gap turibdi.
Patologlar plastik, elektromontajlar bo'lgan vaziyatga kulchatirlarni qo'yib taxlab beradilar. Bu tarafimizda ham yedachilar qo'yish uchun bir kichkina orqasida mesda qoldirganlar shashlik pishirmakka paxsalar bilan yo'rilgan. Bizda ajoyib xonadon uglovoy bilan tanishib o'tdik. Xalasangiz o'rtada, xalasangiz uglovoyni olishingiz mumkin. Narxi 500 million so'm aytilib turibdi. Ustida galashlardan yeri bor, hurmatli vatandoshlar. Uglovoy qaytalarmi yo'qmi? Galib mulkiyasi bilan gaplashasizlar, o'rtadagilar qaytib galishib beriladi. Malichi bo'lsa, durara bo'lsa qaytilmaydi vatandoshlar. Xalasangiz barteram bor, xalasangiz duraram bor. Oyini gaplashasizlar, yili oyini gaplashib, mulkiyasi bilan sovg'alashib olaverasizlar. Narxi 500 million so'm. Garajli, variantli, balkonli joylar. Azizlar. Joylarimizda umuman gap yo'q, mustahkamat qurilgan. Pollar ham yana yurib turgansiz mustahkam. Bir lak urib, obod qilib bersangizlar, zo'r joy bo'ladi. Alternativdan bo'lsak, Balilarda, hurmatli obunachilar, 150 kvadrat metr bo'lgan hovli joylar. Agar kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanizlar, videolarimizga keng tarqalish uchun sizlarga qo'ldan kelgancha arzon narxda xonadonlarni taqdim qilamiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.